sig'mas ekan. Bo'pti, fikridan qaytsa uni kutaman. Hammangiz bilib qo'ying. Bu uning oxirgi imkoniyati. Hammasini batamom aniqlashtirmoqchiman. Olg'a harakat qilish uchun. Quloq sol yaramas. Sobiq boshlig'ing hamma imtiyozlardan mahrum qilgan. Kompaniyada qanday nufuzing bor edi bilmayman, lekin endi u yo'q. Sen menga ishlayapsan. Mana bu ahmoqni istagancha o'ynataver, ammo meni sabrimni ojizlik deb o'ylama. Sen men imkon berganim uchungina tiriksan. Men Stillani olaman, sen esa pullaringni. Bu ishlar tugagach, Amerikaga kelishni o'ylama ham. To'pponchamni chiqarib, mana bu yeringga o'q uzaman. Bu senga ham tegishli, Palit. Tushunarlimi? Tushunarli. Mana ofisga kelib ketadigan hammaning ro'yxatini tuzdim. Qachon ko'p odam bo'ladi va qachon qazish qulayligini bilishingiz uchun. Qo'ng'iroqlarga javob ber. O'zim hal qilaman. Bo'ldimi? Shoshma. Tezroq. Tushunmadim, bu bizga nimaga kerak? Mabodo u Still uchun to'lanadigan hisobni berishdan qochsa, bu sug'urtamiz bo'ladi. Stillaning narxi qancha? $1 million. Menga yana to'pponcha tirasang, mendagi barmoq izlari yana bittaga ko'payadi. Shu damdan boshlab ittifoqchimiz. U qarayaptimi? Ha, Tayyorlan. nimaga? Seni chaqirishmagan bo'lsa, xonamga kira ko'rma. Mashinada Bero'z bor edi. Demak, xabarchiga ishonsa bo'ladi. Xo'rak tashla deganda o'zimni nazarda tutmagan edim. Meni o'ldirishlari mumkin edi. Men bunga yo'l qo'ymasdim. Ammo usullarim sizni qoniqtirmasa, bu ishni boshqa birovga topshirishingiz mumkin. Iste'fo haqidagi arizalarni qabul qilmayman. Kechgacha achukalarni bir yo'qlik qil. Bo'lmasa dam olish nafaqang murdalar qopi bo'ladi. Kun yarmi. Gavjum ko'cha. Ular yo'nalishingizni biladi. Skofield sizni o'ldirishni istaganda boshqa yo'l topardi. Sara, biror narsa kerakmi? Yo'q, Michael, hammasi joyida. Hammasi yaxshi bo'ladi. Deyarli bitta Fernando. Mana. Sen bo'lmasang, shu stolda jon berardim, doktor. To'liq qog'ozni jo'natmagunimcha kut. Sabr qil, Sukra. Kompaniya omborini bilmasa ham biz haqimizda bilishi aniq. Xullas, biz tomonmiz. Buni bilmasmiding? Men Fox Riderga qaytmayman, shuni bilaman. Kompaniya joyimizdan xabardorligini bilsa, Self nima qilarkin? Hozir bilib olamiz. Ha? Hey, Roland qayerda? Uni GPS'i hozirgina o'chdi. Men keldim. Xo'sh, Karolada ketibdi. Laptopni ham olganmi? Ha. Alex. Hammasi yaxshi. Hali uzoqmi? Deyarli bo'ldi. Sara, eplaysizlarmi? Nega hali ham bu yerdasiz? U ablahni topinglar. Ana, bo'ldi.
Pulni olib keldingmi? Qo'y, men risoladagidek kelishuv bo'ladi deb o'ylagandim. Sen pulni bermasang, men aka-uka qayerdaligini aytmayman. Qayerda ular? Ey Xudoyim, nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Sara. Salom, Sara. Sobiq rahbarim bir voqeani aytib bergandi. Menimcha, u hozirgi holatimizga mos. Fuqarolar urushi oxirida Grand armiyasi general Li Appomattoxning armiyasidan ustun kelgan. Li endigi janglardan natija chiqmasligini tushungan va o'q uzishni to'xtatishni buyurgan. U befoyda urushni to'xtatmoqchi bo'lgan. Ertalab bir-birini o'ldirgan askarlar kechqurun ittifoqchiga aylangan va shimol qahvasini jannat tamakisiga aralashtirishgan. Yo'q, bir-birimizga sovg'a berishni taklif qilmayman, lekin bu ittifoqchi bo'la olmaymiz degani emas. Albatta, ikkala tomon o'ziga kerak narsani olmagunicha jangni to'xtatib bo'lmaydi. Senga 5 daqiqa. Belimda istagancha chandiq qoldirishing mumkin. Ismi nima edi? Taylor. Ismi Michelle. Adashmasam. Muammo menda yoki belimdagi chandiqlarda emasligini tushunishing kerak. Muammo Michelle'ni nima qilganingda. Buyruq shunday edi. U qochishga yordam bermoqchi bo'ldi. U menga yordam berdi. Sara. Sen qatl marosimiga berilib, kalitni payqamay qolding. Demak, u munosib jazolangan. U hayotimni asrab qoldi. Sen esa uni o'ldirding. Sen o'z qarashlaringni isbotlading. Oramiz ochiq. Umid qilma. Bu ishlar tugagach, Michelle'ning o'limi uchun javob berasan. Qayerda ular? Tizzadan yaralanganda odam qon yo'qotishdan bir necha kundan keyin o'ladi. Lekin masalan bu yeringga o'q ussam, o'q tanangni teshib o'tadi, o'q parchalari esa senga dahshatli darajada azob beradi. Bu og'riq faqat o'lganingda to'xtaydi. Shu yerda. Buni xohlamasang kerak. Unda aka-uka qayerdaligini ayt. Ular ombor binosida. San Pedrodagi 31-mavze. Hamma o'sha yerda. Rahmat. Yo'q, 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 nima qilyapsiz? Istaganingizni aytdim-ku. Yo'q, yo'q. Yetar. Bo'ldi, yetar. Bas qil. O'ldirishingga imkon bo'ladi. Bo'ldi qil. Alex, unga quloq sol. O'ldirishingga imkon bo'ladi. Imkoning bo'ladi. Michael, ketdik. U bizni sotdi.
Nima qilyapsan? Ketish kerak. To'xta. To'xta. Ketdik, Michael. Boshqa yangilik bo'lmaydi. Ular meni kuzatishyapti. Tutishga urinishyapti. General, ularni topamiz. Hayotingizga birinchi marta suiqasd qilishayotgani-yu. Ularga hayotim kerak emas. Ularga meni kartam kerak. White'ni topinglar. Urinyapmiz. Urinish kerak emas, bog'laning. Keyin nima qilamiz? Uni ko'chirmoqchiman. Xavfsiz joyni tayyorlashga bir necha kun ketadi, general. Logistika meni qiziqtirmaydi. Uni ko'chiringlar. Silani ko'chiringlar. Tez. Afsusdaman. Rost. Afsusdaman. Bilaman. Ketishni istamayman.